Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Shini güzel yemek yılı sırası programısa qatnaşqan mayırlarning Shin haqiqiy ovozdan alashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik men uchun güzel görün buyumlari mayırlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programımız qatnaşqan mayırlarning qanday tartiblanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci derecege erişken mayırını asal makanı Gulca dişlep saptava asalını basağı sağanı beri halkımızdan yaktırıp istimal kılışığı erişken Gulca Paktıl Müslümancı mektik işlep çıkıra şirketi 200 milyon kıymetindeki otomobil bilen tartıklaydı. İkinci derecege mükafatımızdan ait katta uzak yıllık tatbikat neticesi bilen diyarımızda tuncu bulup Kutyar markasındaki ala süpetlik görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaktırıp istimal kılışı ve şensiga erişken Örümçek Kutyar Pentechnika Terakkiat şirketi 150 milyon kıymetindeki Arkadaşlar mukofot buyumlarımız intayin katta. Öz navbatida bizning mayırlarımızdan tayyorlig'i intayin puxta. Qani mayırimiz sahnimizga marhamat. Bu yoq Aqto'noyalik san'at o'migida ishlaydi. U bugun azizona yurt Qashqar madihlangan esil bir kuyni elib kelibdi. Qarshi olaylik. Çocuklarda ailede kitap görüşlerinin vaktim metodu. Mektepte okuyan kesbim, müzik ilmi kesbide okuyan, inandan sırt özümden kızıkışım boğuğa çıktım ki, öz tırışçalıkım ve ustazlarının teşlik aslında müzik icadiyeti kesbilen şoğulanıp, hazır mı hizmetlerinin Aqto'noyalik san'at demekte, ömekte hem nakşa hem müzik icadiyetileri şoğulanıp oldu. Ben bu programı katmıştaki maqsadım qandaq birinci, ikinci deygan netijaga erishimiz. Meningki asas maqsadim yoki nishonim bo'lsa, o'zimda bor bo'lgan talantni eng zo'r kuch bilan yaxshi joriy qildirib, keng xalqimizga mayli birinchi o'tkaldi bo'lsin, mayli ikkinchi o'tkaldi bo'lsin, o'zim oxirgacha bo'lguncha o'zimda bor bo'lgan talantimni yaxshi joriy qildirsam, shuni o'zi bir natija deb o'ylayman. Qashqarda qizil sarom Qashqarda samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda Nizori firqati yurgan yana ahli jon bilgan samosayno sitgamu mendaryam Qashqarda Nizori firqati yurgan yana ahli jon bilgan samasayna sitgam men deryam Qashqarda shaharlar joy Qashqarda qizil sarom Qashqarda samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda Taxit satanat sürgen Stokburam Qashqarda Yaşab taxit satanat sürgen Stokburam Qashqarda Shaharlar shoy Qashqarda Fatzavram Qashqarda Samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda Samovar keshlari bergan qizil g'avg'om Qashqarda Mahmud Qo'sililikka
Yiliğonetçimin ustaz yetilgen mərifət gördü. Yiliğonetçimin ustaz yetilgen mərifət gördü. Təzə bağda gütədiqət Mıl şeydam Qəşqərdə Təzər bağda gütürdikət Mıl şeydam Qəşqərdə Şəhərləri şay Qəşqərdə Güzel səhram Qəşqərdə Samaver keşleri vergen Gazel galgam Qəşqərdə Samaver keşleri vergen Gazel galgam Qəşqərdə Şəhərləri şamlıdır qaysi Şəhərinin deb soraşlarına Şəhərinin şoy Qəşqərdə Sənzəram Qəşqərdə Samaver keşləri vergen Gazel galgam Qəşqərdə Samaver keşləri vergen Gazel galgam Qəşqərdə Gazel galgam Qəşqərdə Balan. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Va alaykum assalom. Yurtim Atish Aqto'din. İsmim Alimjon Abulqasim. Bu yil 30 yoshga kirdim. Qashqarlikniki debdim ha. Chaqchaqqa maylik bo'lsa, yaxshi o'rlab berdingiz. Alimjon kasb nima? 2002 yili shu san'at institutining muzika kasbiga qabul qilingan. To'liq kurs bitirib 2006 bitirgan. Muzik ilmi kasbida o'qigan. Ijodiyat bilan shug'ullangan ekansizda? Shu san'at kasbiga ishtiyoq bog'lab, balkim bundan 20 yil ilgari bo'lsin. Birinchi yilab o'rlagan, birdan-bir o'rlagan Mahmud apandimninki, naqshlarninki sados ostida yashab, hozirgacha cho'nglab shuning turkisida san'at kasbiga qadam qo'yibdiman. Demakchi bo'lganim, shu maktab bitirgandan keyin, o'qish bitirgandan keyin o'zim ijodiyatni qo'shimcha qilib yapmayapman. O'zim 2011 yil oxirida siz kelsangiz nomida birdan o'zimninki ijodiyatlarimdan bo'lgan bir DVD to'plamni chiqardim bizga. Muborak bo'lsin. Rahmat. Naqshiningki mazmuni shunday yaxshi ekan. Shu naqshingiz orqali Qashqarning bir so'rinini, Qashqarning bir madaniyatini, Qashqarda yashab o'tgan ulug'larimizningki simoyisini namoyon qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Qisqani shu imtiyozimni payinlab shunda devag'im keladi. Men Mahmud apandim mening 20 yilni yozdagi g'oyibi ustozim. Rahmat. Men bugun nisbaga o'xshaydi. Shunda bir so'rin do'stimi shu o'zimni burungi bizning kona yerlik tilda aytganda shogird ustozlik munosabatini bek o'rnatgan bo'ldi. Axir tilkimga bugun yetdim. Xo'p. Texmi yaxshi tilaklaringizga yetishini umid qilamiz. Mana Mahmud apandi ishqinglar bugun rasmiy yuzturan uchrashdinglar, rasmiy tanishdinglar, ustoz shogirdlik munosabati o'rinlashdi. O'tiranglarda yaxshi natijaga egasi bo'lishingizga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Tabriklayman. Yurt qasidasi bilan Mahmud Sulaymon apandining moyilligiga erishgan Olimjon Abulqasimning san'at babida texmi zo'r natijalarni qo'lga keltirishiga ishonamiz. Hamkorliginglar ko'ngillik bo'lgan. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Biyette erkekler kuvvet içimdeki samimi asker. Programımız hazırda başladı. Tok chiroy qapargan alqan, yashash uchun emasmi qalqan, kim non yemay osmonda ushqan, salom sahra omon bo'l hamon. Nurali Izzning sahra qasidasini birlikda anglaylik. Ana qizqishim bo'lsa, ana shu tantarbiya
türleriga, undan başqa naqsh muzika, xalq ohanglari, muqomlarni aytishga, muzikanchilashga qiziqaman. Bu programmaga qatnashishga maqsadim bo'lsa, kasbda, ya'ni texnik oldiga ilgirlash maqsadida mana shu programmaga qatnashib keldim. Men Ipak yo'li sadasi programmasida 16 kuchli mayrninki isiga kirishga to'liq ishonchim bor. Sende sebil istekler Bu amit kan hikmet çiçekler Tuncu sürü yandan yürekler Salam sekre aman bu aman Yıldızladım derdimi salam Salam sekra aman bu aman Kapargan
osmonda uchgan salam sakra aman bo'l aman salam sakra aman bo'l aman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aleyküm assalam. Uzama bir tanıştık. İsmim Nurayna Aziz, yurtim Atuş'tan. Bu yıl 22 yaş. Kesmanın birleşine bir tanıştırıversen. Nakş kesip oğlan. Çaylık naşı olup derdi, bana Erkin ustaz. Sen tanladın mı? Yaxşı qıldın. Erkin'inki uslubu bilen Abdullah'ın uslubunu birleştirip bir iş yaptı. Ben başınarak bir işini yapıp kaldım. Erkinmi shunday bir ovozni izlab yurgan. Sizningki muzika boshlangan vaqtdan tortib tamkinligingiz oxirigacha shunchalik yaxshi bo'ldi. O'zingiz shunday jiddiylashib tursangizmi? Lekin salmoqlik bilan ovozingizni boshqarib turishingiz menga bek yardi. Shunga Erkin Abdullah siz uchun o'rildi. Biz xush bo'ldik. Sizni tabriklaymiz. Ben ikki qiz gap qilay sen uchun. Bu Nur Ali degan asli mening shogirdim qara. Ovozini tanımadınızmı? Chaqchaq emas. Yo'q. Mening ovozimga o'xshash naqsh aytgan bolalar bekchilikka qara. Shuning bilan men hozir u tarafdan boshqa hech qanday ishni o'ylamay buningga balkim odatda qattiq talab qo'yganligimning sababi bo'lishi mumkin. Men dehshat kutgan yeri chiqmay qoldi. 20 minut vaqtda seni bütün vücudu bilan qo'llayotgan dadang bilan anang bir o'rmitani bildirib ola, udul qarab turib. Apam bilan dadam ishkiligisi dehqon. Mening mesha turishimni, mening o'qishimni qo'llab, judni tashlab mesha yenib chiqqan hozir mesha men bilan mana kasbim qo'llaydi. Selamet olsun. Apağımdan dağın ömür uzun olsun. Bunun dadisi bilan onasi haqiqatan ko'p jafo chekib o'tdi. Nakşıdım o. Lekin men yaman Şemcet'in bek. Ig'ir talab qo'yib o'tibman. Lekin men mashaqaga Abdulla akamga bir eg'iz men bu turli qatnashmay andamda demagan Abdulla akamga. Masadamga nesbatan mesha ko'rdim. Shunda ko'rashkim bor. Lekin Jigit. Erkinlardan tanlab yaxshi qildi. Eng yaxshi ustozingizni tanlayapsiz. Sizni tabriklaymiz. Bizler meylen verdik de Allah kanatlıklar. kimdan nima yaslandı. Bu oldu. Salam sakra aman. Nur Ali Aziz bilan Erkin Abdullah akandining hamkorligi ko'ngillik bo'lsin. Hayotning yildizi, suyimlik sahrolarimiz aman. Birinchi darajalik mukofotimiz Sattava hasilni bozor sog'an G'ulja Baxtın Müslümançı yelakli ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Ana tarim jushqin iqib, oqqin suv nomiga musharraf bo'lgan go'zal Oqsuvdan bir o'quvchi inimiz keldi. Bu yigitmi bosh emasga chet el naqsidan birini elib ketdi. Ya'ni anglab boqaylik. İşimiz olsa birlikte hamkorlashib gitar chalishni yaxshi ko'ramiz, naqsh aytishni yaxshi ko'ramiz, gitardagi bilimlarni o'rganib yaxshi o'rganishni yaxshi ko'ramiz. Ikkimizningki ijodiyatimiz bor, muzikadan 3, naqshidan 4 bor. Bizniki yoqtirib o'qiydigan, o'zimiz yaxshi ko'radigan uslublar, Yevropa uslublari, chet el uslublari, flamingo uslubidagi muzik naqshlarni yoqtirib o'qiymiz ham chalamiz. Chunki ishonchi bo'lganda anniki muvaffaqiyat qozonib o'zimizga ishonganda anniki qazona olamiz. G'ayrat qilaylik.
Aleyküm assalam. Özünüzni bir tanıştırıp ötding, ukam. Keluzur aldiki barliq ko'rilmanlar. Men Erpandan sizlarga o'tliq salom. Özünüz başqa bir yerdə işləmisiz, oqamısınız? Mushili men Ma'rif institutiga o'qishga kelgandim. Nerede? Muzika ma'rifiga. Nereden? Aqsudan. Aqsudan. Cipsek mamaqsuğa bu. Jibsay mamaqsi. Yaxshi o'g'ildan o'qdan o'zlashtiribsizlar. Özünüzün bir arzu armanlarınız olsa deb beqinariz, anglab baqaylı. Birinchi qo'llagan arzuyimiz gitarni voyaga yetkazib o'rgansam deyman. Gitarni ishini men Erkin Efendi bilan ko'nglim yaqin. Men cho'qim Men Mas'ud. bu ishni cho'qim hal qilamiz. Agar men tanlab qolsangizmi, yordam qiladi o'xshash. Men ma'lum sabablar tufaylidan o'rlishimga mumkinchilik bo'lmadi. Yana bir ayron qog'inim, men ya hayajonga to'lib qolmay qoldimmi? Men bir qiz bola naqshi ifoda deb o'ylagandim. Ovozning egizligida. Sezgilerim sal xato. Ya to'g'ri. Ya to'g'ri. Qolmay qoldim. Ashunda tuyg'u berib qo'yish. Ko'rgandan keyin o'rilib texim ayron qoldim. Endi texim pushaymon qildim. Har qanday men shunday alayda ovoz lazım tutsa men hozirgacha men shu o'zgichiligi va hech kimga o'xshamaydi qaraq xos va bir ovoz izlab shuni tanlab guruhimga kelayotgan. Mushu meniki mushu faoliyat jarayonidagi eng afsuslanarli ishim. Ammo hech qisi yo'q. Gitarni birga o'rganamiz ka. Men Mas'ud. Sen uf qaldingmi sen bugun bir chamada ikki paxtak so'qding. Agar Erkin akang aylangan bo'lsa, naqshanga aylanibdi. Hozir aylanmay sening gitarangga ega bo'ldi. Nima degan talaylikka? Ikkiga biraqli erishadigan bo'lding demoqchiman, tushundingmi? Tushundim. Shlapang bakchiralikka. Endi bunday qilamiz. Naqshini yaxshi aytdi. Shu biz oxirigacha anglab yetaylik debchi. Vallahi to'g'rimi chiroyli aytdi. Shuning uchun biz oxirigacha aylanmay o'tdik, buzib qo'ymaylik. Aylansak to'li bolalarning ko'zi pal qilib ketadi ekan, hayojini yo'qolib ketadi ekan. Ovozniki egiz pas bo'lib ketib qoldi ekan-chi. Shunga chandumay aylanaylik deb mana shunda qilib qoldik. Sen saqlab qo'ydikmi, Uzroq aytib qo'ydikmi? Yo'q. Anda o'stak yaxshi. Biz hozir 3 muallim sen uchun aylandik. Seni bu yerda chiq to'g'izatmayli. Qaysi muallimni tanlasang, o'xshashlar sen uchun kuchaydi. Erkin har qachon sening gitar bo'lgan navisingni o'rganish arzuyingni qondirishga kuchini yetishicha yordam qiladigan bo'ldi. Biz cho'qim yaxshi birodarlardan bo'lib ketishga ishinaman deb qarayman o'zimcha. Men asli endi yana bir ixtiyorlar agar ko'nglingizdagi muallim chiqmay qolsa, sen bu qatdim to'xtab tursammi bo'ldi desangmi, taqmanda huquqinglar bor. baxosh yo'ldan ish qilib, pishmonimni ko'mak uchun aylanganiga men Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet tilaydi. Bu programı bilen hemkarlaşkan Tilek Zincir Simantez Tabakhanesi körülmenlerinin ilmi ozuqlışını samimi ümit kılıdı. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Abdullah Bandam Tallay. Qadimdan ta hozirgacha bizning kuylarimizmi chegaralar halqib, Yevropa osmonlarida yonirgan. Mahirlarimizga opirin. Jahon shoirlarining qalbini tutashtirki, til farqi bo'lsa-mu, gul va sevgi haqidagi ta'birlari o'xshib turadi. Birinci derecelik mukaffatımız Sattava Hasan'ı bazar sağan Gonca Tahtıl Müslümançı yineklik işletiştirişi təminləyən 200 min yuan kıymetindeki avtomobil. Tenediktiniz keyinki mahirimizde olsun. Qadirlik vatanimizda qudrat topquzish, qo'g'dash uchun izlanguchi bu yosh soqchi ofitserlar maktabining o'quvchisi. U san'at shedosi bo'lg'achqa bizga salomga keldi. Well, you done me and you better. bo'lsa
kitapçılık, nakşetiş, suzish, chiniqish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Endi mening odat aytilgan naxlarim bo'lsa shu tuvan ovozliqlardan muzikalarni o'z ichiga oldi, chunki men odat shu chet elning naxlarini anglayman. Bu misol qatnashgan sabab bo'lsa o'zimning naq maydonda bir bunday tajab naqshetish degandek bir orzuyim bor. Shu orzuyim uchun gap misol qatnashmoqdaman. Bugungi musobaqada cho'qim tanlanish qilishim bor deb o'ylayman dedi. Yürek bağrım nürteydu Mini kütkün digen yarının uçsuk sözleri kulak çöndü geçmeydu Yıldız sana ben erkece yar xavrini alay deymen seviniştim yırak özleri yürek bağrım nürteydu seviniştim Yürek bağrım nürteydu Meni kütkün degen yarının uçluk sözleri kulak tündün kesmeydu Azap çeksen İçerimden can yarim bilersin bu azap çektim içerimden can yarim bilersin bu men kuygen sevgilim uç bir akida seni yarim küyersin bu men kuygen sevgilim uç bir akida seni yarim küyersin Bütken şamaladın yarıvestin sorayım uçup bütken şamaladın yarıvestin sorayım yarıvestin sorayım
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustozlar, O'zingiz bir tanishtirib o'ting. mening ismim familiyam Qadrdon Qudrat, o'zim Chechak shahridan keldim. Bu yerga 20 yoshga kirdim. Shinjon soqchi ofitserlar institutining birinchi qaror to'liq kurs razvedka ilmida o'qiyman. Bu Arzu armanlarınızı ne pekme? arzuyum bu sahnaga chiqishdi. Endi bu sahnaga men chiqib arzuyum Amalga oshdi. To'rtnafar ustozning shu biroz bo'lsin mayllashdi, endi arzuyum amalga oshdi. Bu yigit mayda samimiy gap qildi. Rost. Sahnaga chiqish birinchi arzu. Ikkinchisi biror ma'lumim aylansam, men shuning tarbiyasida bo'lsam dedi. Rost bu arzuyimga niyatda. Bugun boshqa gaplarni qilishmayli. Azroq o'zing ketkizayotganini o'zing bilsa, yaxshi muallimga erishdim. Endi qolgan o'sha ketgan taraflarni shu muallim shunday yalan tuzaydigan gap. Shuning uchun biz Nurlisaning seni undan yetaklab, musobaqaning oxirigacha elib berishiga chin dilimiz bilan tilakdoshmiz. Sana yaxshi omad tilaymiz. Naqshingizni Nurnisa xonim ketgan yerlarni tuzaydi. Gittiringizning tuzalgan yerlarini men tuzab beraman. Taklifim bundan keyin sahnaga chiqqan chog'da chiroq uyg'ondan keyin bu gitarni tarsal qiyib ketuvchi. Boshliqqa vaqtida yana bir tuzatli. Shu tunji ovozingizga ta'sir etib qoldi-chu. Gitar sal tuzalgan bo'lg'achqa 6-tarsi bilan 1-tarsi tuzalmay qoldi. Ammo issiqda yana o'zgarib ketgan gapga qarab to'g'ri. Shuningda sahnaga bir chiqib bo'lib yana bir tanış etdim. Rejissyorlar, programmalar vaqt berdi. Oldi bilan sazimizni sazlab bo'lib, ondan bir texim yaxshi natijaga erishalaymiz. Shu taklifim bor. Endi hazır Erkin efendim sizin tarihinizi düzelt bergan bo'ldi. Men sizin ovozingizga düzelt bergan. Tayyor. Keling. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Gitarni navgitay. Yaxshini saqlama. Kuchlik intizom, muntazam chiniqish badiiy tuyg'ularni chetga qo'ymaydi. Qadrdon Qudratning natijalarini ko'rishga intizormiz. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavodi'da işlengen güzellik menin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet dilaydi. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. San'atning davlat chegarasi yo'q. Pokiston bo'lsa Ipak yo'lidagi muhim o'tan. Bu yigit Ipak yo'lini bo'ylab Pokistondan keldi. Qarshi olamiz. I like pop songs as well as R&B, hip hop and rap is my favorite, and I would like to thank my mother to support me all the journey of my music, and I am looking forward for opportunities. Work hard and good luck is the key to success. I will work hard for this competition. Time will decide my good luck. Thank you. What a change over, mama. Okay, mama. या मस्जिद में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ संसार नहीं
Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम 我叫 Asad Kamal Khan 我是巴基斯坦人23岁S江今天打扮的也挺像那个拉杰谢谢可惜是我们背后我们看不见你的这个形象说我们自己的事儿吧就是你自己发现了没有你从头到最后一段开始的时候有一些问题我知道那个但是后面的我不知道主要的问题就在这个前2段啊就是的什么问题你发现了没有啊就是因为别人的声音太大了所以我有点紧张还有一个 CEO 不是 CEO 一个我说错了我也不知道一个主要是这个你的音标你唱的不是这个伴奏的调上你一直是这个我就找到了几个伴奏那个真正的那个伴奏我找不到这里所以没办法你本来唱的是什么歌曲本来想的因为我自己写我自己的歌词还有我写我给他们说了是我要唱我自己写的歌但是他们说了 no 你要唱那个母语的歌所以我想不到因为这几天因为我是一般我喜欢那个 rap 和 hip hop 那种的歌曲但是没办法我就觉得是这个是一个老的歌好像好多人知道所以我就试试怎么样这个他说汉语特别好不好掌声鼓励一下啊这个很可惜就是我们大家都特别喜欢的一首歌老歌曲就是阿瓦拉吗阿瓦拉的那个主题曲大家都听得很熟也喜欢但是问题就是你唱偏了不是这个伴奏的调你唱的和这个伴奏的调是两个回事两码事儿两码事儿哦 OK 知道谢谢所以好吧所以 OK आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान Abarahum degan avariman degan ma'nodagi so'z. Ammo bu yigit bizga o'ziga ishonish tuyg'usini ifodalab berdi. Musajon tez ko'zga ko'rinayotgan san'at shaydosi. U bizga issiq yurtda vatanga ko'ygan yurkini bayon aylamoqda. Bundan boshlab hozirgacha shu ommabop uslubdagi va xalq nashlarini aytishni yaxshi ko'rdim. Mening bu programmaga qatnashishimni ota-onam, oiladagi qarindoshlarim, qulim qo'shnilarim alohida madad berib meni alohida qo'lladi. Ularga ekran orqali cho'nqur rahmatimni bildiraman. Shundaqla men bu musobaqada eng oxirgi hal qilg'uch musobaqaga kirishga zo'r ishonchim bor. tarixing bor bu shanu shavkatli tuprog'ing bor bu bonu berekatli
tarixing bordur shonu shavkatlik tuprog'ing bordur bonu barkatlik bizga bergan ushbu erkaklik vatanim sen jon dil aziz o'zingga bergan ushbu erkaklik vatanim sen jon dil aziz to'g'ri Atalar baskan şu uzun yollar Seferler köyü janrıgan yıllar Şuna gururda sayraydı Vatanim sen jon dil aziz Şuna gururda sayraydı kıllar Vatanim sen jon dil aziz Vatanim sen jon dil aziz Şeytanlar topa salsa işimga Gözini alaysa tabu peşimga Çapalar, cudumlar ara Vatanim sen jon dil aziz Töhmetler bilen ak bolsa qara Canlar dinlenir, dil bolsa yara Nimeler kelse, kelsin başımda Vatanim sen jon dil aziz Nimeler kelse kelsin başımda Vatanim sen jon dil aziz Vatanim sen jon dil aziz
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, endi tanishib o'taylik. Ismim Musajon G'ani, o'zim Turpan, Bo'yliqdan, dehqon san'atkor oilasidan. Bundan boshqa naqshlarni yaxshi aytsam deyman. To'g'ri. Men shuni his qilib qoldim, endi seningda yana bundanmi yaxshi qobiliyatlar cho'qim bizni rozi qilg'idek naqsh aytish talanti bor deb o'yladim, shunga o'rindiq aylantirdim. O'zingizdan nima uchun misal qatnashganlik bir hissiyotlarni biz bilan bir o'rtoqlashib bakkan bo'lsangiz. Barliq ko'rurmanlarga hazırroq bo'lsin bir ma'naviy oziq bir hozir ata qilolmaymikin degan maqsadda qatnashdim. Meningcha sizniki arzu armonlaringiz amalga oshdi deb o'ylayman. Hammangizlar mening nazarimdagi eng hurmatga sazovor, eng yaxshi naqshchi ustozlar. Tanlash to'g'ri kelganda yana men shu Abdulla akamni tanlashdim. To'g'ri debmanmi? Shaytonlar to'pasan. Musajonning vatan qasidasi Abdulla Abdurahim apandini ta'sirlantirdi. Abdulla apandimi vatan haqida nurg'un naqshlarni eklab, kuylarni qatqan. Hamda Musajonni shogirdlar qatoriga qatqan. Çin Nuri Biyopan texnikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bu programını samimi şekilde Malaysiya'dan import kılan Şübidin hali diyette erkekler kuvvetçiliği alaydı talep kıldı. Özüm her joyda meni ko'nglim sendadir degandek bu qerinishimiz sho'pir bosmi san'atga kuchlik havas bog'lagandir. Xalq naqshlari ham ommabop sirtki naqshlarni anglashni ham yetishni yaxshi ko'raman. Men kichkinto'ning naqsh muzikaga qiziqqanligim uchun bu tizimli 300 kishilik mayarning ichiga kirganligimdan xursandman. Bu Yipak yo'li sadosi qatnashmoqqa deb keldim. Oilamdagilar shu 300 kishilik mayarning ichiga kirganligimdan xursandman. Bularni ayolim mening ishga berishimga tavsiya qilib xursandlik qildi, yo'lga soldi. Bir qatnashi yaxshi bo'lib qo'ydi. Tanlamay qolsam, men buni afsuslanmayman, xafa bo'lmayman, yani xushal oldi berib, o'zimni ishni qilaverman. Buni hech qanday boshqa ko'z qarash bo'lmaydi. Mening maqsadim deyki, bir alay natijaga erishish emas, shu o'zimni qiziqishim bo'yicha bir qatnashib berishni o'ylab keldim.
Assalamu alaikum. Ustozlar, assalamu alaikum. Aziz qarindoshlar. Qani o'zingizni bir tanishtirib qo'ying. İsmim Abdulbek Kerem. Aqsu Ushturpandan. Kasbim şoför. Naqshiga ait o'tdek ishtiyoqim bor. Mashina degan e'tidigan sizlar naqshilar. Mesele yo'q emas. Siz mo o'zingizni his qildingiz. Kirishdilar bor mesela. Lekin undan keyin eshitdik. Menimcha o'zingizni o'ngshab sal holatga kirdingiz. Endi bu naqshni katta naqsha Turg'un akam aytgan rahmatlik. Endi men siz uchun o'rindiq aylandirdim. Chunki men o'sha milliy naqshlarni yaxshi ko'raman, suyman. Mo apandim, xonimlarni hammasi shundoq. Bu qatamqi musobaqaning maqsadini qulla zamonaviy naqshlar uchun ichilgan emas, balki ko'rib turibsizlar, milliy naqshlar, ommabop naqshlar, har xil uslubdagi ommabop naqshlar, undan sirt g'arbchi, ya'ni Italiyacha shundaymi? Italiya uslubida naqsh aytganlarni qatnashyapti. Xanzuchi aytilyapti, xanzu bolalarni keldi. Qozoq qarindoshlar, qirg'iz bolalar, hattoki Amerikadan kelib qatnashyapti. Biz bu yerda hech qanday narsani cheklamaymiz. Faqat yaxshi aytib yurak tegsa, muallimlar, apandilar, xonimlar o'rindiq aylantiryapti. Bir o'lcham ovoz. Ovoz mungluq bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak, yurak bilan aytish kerak. Shunga sizning butun vujudingiz bilan bu naqshni tamomlab chiqqaningizni o'zi bizni ko'p ta'sirlantirdi. Siz uchun men o'rindiq aylantirdim. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa
Payon yo'llarda mashina haydab kuylar yangiratgan bu akamiz endi Ipak yo'li sadosini yangiratdi. Ham ustozga erishdi. Yo'llar uzun, safarlarga oq yo'llar bo'lsin. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zavut'ta işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programını samimiy şekilde Malaysiyadan import qilgan Shubidin Xali biyatda erkeklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Siz Idqut bag'ridan kesib o'tganmi? Olmaxon, Zaytunxon, A'lonurxonlardek naqshlarni anglaganmi? Bugun biz Idqut bag'ridan yangrgan yana bir o'zgacha kuyni anglaymiz. Xalqlashları ambiymat naqshlarni ham chetalik to'pollar aytgan naqshlarni bek yaxshi ko'rman. O'zim ingliz tili o'qituvchisi bo'lganligim uchun ingliz naqsh etishni bek yaxshi ko'rman. Endi bu qitimqi musobaqaga qatnashishimning birdan-bir sababim shu. Bu qitimqi Ipak yo'li sadosida qatnashishmi mening bu umrimda qilgan eng chong qarorim hisoblanadi deb qarayman. Mening ota-onam ham san'at kasbi bilan shug'ullangan kishilar bo'lg'achqa, kichigimdan tortib ularning yaxshi ta'siridan shu uyda nag'ma uzilmaydi. Shu ularga rahmat. Ma'muslar talant ata qilganligiga rahmat. Bu qitimqi musobaqada yengib chiqishga bek ishonch qilolmagan bo'lsam-mu, endi 50% ishonchim bor deb qarayman. 16 kuchlik mayr ishchi kirishga o'zimning barliq tirishchiliklarni ko'rsatib kirishim. You don't
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abay o'zingiz aytdingizmi yo boshqasi aytdimi? Qani kino konuşup chiqaylik. Ben Otyurt Turpan'dan geldim. İsmim Nuriman. Ben bir kurs tillar birleş kursida o'qituvchi. Ha, muallim. İntonasiyasi shunda yaxshi. İngiliz tilining ig'iz tili o'qituvchisi. Heliqi gapni yutib qo'y desam bo'lmaysa-da, deytim. Good job desangiz ham bo'ladi. Bak chiroyli aytdim. Ben bayatın anlap ben yana bir çetellik dostumuzmudu. İntonasiyasi bek yaxshi. Rahmat. Hozir qo'shib ketdim dedingiz ha? Ben qo'shib ketdim. Nima uchun? Men kasbim bu emasmdi. Qat'iy o'g'in baxma usta sizda uyda o'zim shu musiqa qo'yib o'rgangancha shu bek ishinib ketmagan. Shundami? Lekin talantingiz borkan, baribir muallimlar sizni tanib oldi. O'sha sizniki shu plastikanglar o'rganishiniz eng yaxshi o'qituvchi. Shunda o'rgansizlik erkin o'rgangan bo'ldiki. O'zimcha sizning naqshingizni o'zgartirib boqaman ba'zida uyda. Nima? Azroq o'zgartganlarni dapramsiz. Aytmasam bo'ladi. Qani azroqlar. 沙漠中，我在寻找属于我的梦，埋在沙漠中，属于我的梦，埋在沙漠中，这水的沙漠，古老的丝绸之路，做一个绿色的梦。Şu manda naqshni aytgan bo'lsangiz, men bu qildim bermaydim-da. Yaxshi. Afsus, ishga efendim öğrenmeye kaldı. Biz Afsus emas, bu ikkisining o'rlanmaganiga siz uchun xursandlik bo'lmaydi. Ha, bundan çok bo'ldi. Afsus deganingiz, endi baribir erkinlik tanlaydi ekan deb qoldim. Ovozingizning tusi, yumshoqligi va Nurnisa menda yaqin keldi ekan qarang. Shu Nurnisa ustozingiz bor, siz uchun bilet tashladik-ku. Shu ovozingizning ma tusida jihatdan sizni har qanday lirik yumshoq naqshlarni aytishga yetaklaydigan cheksiz ishining. Abdullah aka, bundan qilishib ketmaylar. Qilishib ketmaylar. Biz tanlayolmadik-da endi. Mana Erkin efendim sizning uslubingizni bildi. Bo'ldi, xijil qilmay bir tanlab aytmamsiz. Bir jumla naqsh aytib tanlasam bo'ladimi? Naqsham orqali tanlab. Bo'ldi. Mana ipak yo'li sadasi bek yaxshi o'tkazib to'sh qilib. Men bunchilik cho'ng sahnaga chiqib naqsh aytishimni tushundim o'ylab boqmagan. Ras ansi tanladim. 如果你是爱尔肯，我也是路人man，谁都不愿嫌弃谁，做我的老师吧。One day eventually, yeah I know. One day I'll have to leave. Oğul balaga 70 xil hunar ozliq qiladi. Shunaqla bundaq tirishchan qizlarimiz uchunmi ko'p qilmaydi. Ingliz tili o'qituvchisi san'at o'qituvchisiga shogird bo'ldi. Esini ishtabi. İpek yo'li karvanları bek uzun karvan. Halkımız ko'ngil aromiga o'zgacha zo'q berishni nishon qilgan karvanlarimizdan otlari harmisin. İpek yo'lidagi kuylar jaranglab ko'kka yetsunki, to'xtab qolmasin. Kelar sondagi san'at suyarlarimizning ko'ngil sadosini anglashni qo'ldan bermaysizlar.